Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? 2022-yilda ishlab chiqarilgan avtomat korobkada 34 ming halol probegda mashina tiniq holatda turibdi. JK2 ga qiziqayotgan azizlarimiz uchun buni ham o'zini baliqchilar bo'lar. Mashina benzinda ekan, ha? Mashina benzinda, balon holatlari ham yaxshi holatda, hali bizga qishgacha yurib beradi bemalol. Puli necha pul buni aka? 115 million. 115 million so'rayapti. Kami bor. Pulni bering qani? 100 dan past bitadi. 100 dan past bitmaydi. 100 dan yuqori bo'lsa gaplashsa bo'ladi. 115 ko'ngilchi. Ko'ngil 110. 110 bo'lsa bermoqchisiz, lekin 110 bo'lsa men qo'ymoqchi emasman shuni. Barobar 100 ga qilib qo'yaylik shuni. Ha? 100. 100 ga bo'lmaydi. Arzonroq. 100 ga past bo'ladimi? Shu pastni bering qani shu 1-2 million hech narsa o'zgartirmay. O'zlar ham so'radi 102. 110 ga balanda lekin. Qarang mana bozor ham 102, 103 so'rayapti dedingiz-da. Chunki 105 ga ham balandroq. Shuni bunday qilaylik bo'lmasa, mayli, mayda-chuyda qilmaymiz, 102 qilib qo'yamiz. Bo'ladimi? Bizdan kelsa. Ha? Arzon izlaymizdan deb kelsa, 100 ga bo'lmaygan, 102 million so'm bo'lsa, oxiri kimni misol uchun yurak ursa